Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Uy anaqasini so'ravdik kecha videosini. Mana aka, bu yoq Qoraqalpoq. Qoraqalpoqdan kelaverishda mana bitta oyna sexi bor. Oyna sexi shundoq yonida. Mana aka. Bizning uyimiz aka. Bu yoqda choyxona bor, mana bitta Mo'min choyxonasi, undan keyin to'pli sexi bor. Shunaqa ishxonalar bor-da. Bu yoq aka, mana darvozaxona. Darvozaxonadan kiraverish. Shu vaqt qo'yganmiz hammasini. Darvozaxonadan kiraverishda o'ng qo'lda aka bitta ayvon bor. Oldini yopib buni anaqa qilib yuborsa bo'ladi. Uyib yuborsa bo'ladi. Kimsa kartonlari qoqilgan. Chap tomonni birinchi ko'rsatsak, mana aka. Chap tomonda oshxona. Oshxona bor aka. Eshiklari ochilgan. Oshxona bu aka. O'zimiz ishlatayotgan oshxonaning o'ng qo'lida, shunda yonida choy ichadigan xonasi ham bor aka. Buni hozir biz ishlatmoqlik kerak emasligi uchun shpaklovka qilib qo'yganmiz aka. Eshiklar mana aka, normalniy eshiklar endi bitta. Bu yoq tarafi aka. Bu yoqda skalat aka. O'zimiz uchun bonkalarga, mayda-chuyda narsalarga skalat qilib qo'yganmiz. Bu ham pashti bitta xona aka. 2,5 metrga 3 metrlik. Yo'q aka, do'kon mana aka. Bir soatdan kelaman. Bo'ldi, kelavering, keling, telefon chaqirtirib qo'yaman. Yo, abitga olib keladi-da. Keyin dedi yozib anaqa qilib. Nomerini olib qolgan. Sadoqat. Do'kon mana aka. Aka. Ishlab turgan do'kon. Nega? Xolodilniklari, hamma narsasi joyida ekan. Kiysammi? Puchup olamizmi? Yo'q aka, mana aka, do'kon tashqi ko'rinishi. Mana. Do'kon tashqi ko'rinishi ekan. Gavjum joy. Yo'q, mana aka. Bet stolovaya oshxonasi bo'ladi, mo'ljallagan edi aka. Mana aka, bu ham 3 metrga 5 metrlik xona. 3 ga 5, 2,5 ga 5 ekan. 2,5 ga 5 metrlik bu ham xona aka. Mana stolovayimizni anaqasi deb mo'ljallagan edi bu yerda. Oshxonasi bo'ladi. Yo'q, mana aka, stolovaya aka, endi hali borkasini qilmadik, remontdan keyin plastik dekoratlarni qo'yib qo'yganmiz aka. Mana dekorat qo'yib qo'yamiz yaxshisidan. Shvolar qilingan. Tish malyarka ishini qilib, mana romlarni yasatib qo'yganmiz aka. Romlarni yasatganmiz. Endi bu yerga oyna qo'yib, eshik qo'ysa, malyarkalarni qilsa, ishga tushirsa bo'ladi aka. Shunaqa bo'ladi-yu. Ha, saldan keyin ishlar ketadi. Ha, bo'ldi. Mana bu darvozadan chapga kirish edi aka. Endi qolgan yoqlarni ko'rsataman. Videoni ko'rib tushunsangiz kerak menimcha. Bu chap tarafi edi aka, darvozaxonadan kiraverishi. Bu endi o'ng tarafini ko'rsataman aka mana. Birinchi tashqaridan ko'rsatib olay mana aka. Bu yoqda aka bitta yotoqxona bor. Bu yoqda detskiy xona bor. Keyin ichkarini keyin ko'rsataman. Bu yoq mana aka 6,5-7 metrga 3 metrlik bitta zal bo'ladi deb mo'ljallaganmiz aka buni. Oldini akva romli qilib, akvali qilib, ichkarini zal qilamiz. Mo'ljallangan xona bu ham aka. Bu yoq mana aka bitta yotoqxona, yana bitta. Yana bitta yotoqxona, eshigi mana bundan kiriladi aka.
Bu manaki zal aka. Metan zalda. Mana hozirgi do'konlar orqa tarafi aka bu. Stolovaya. Mana bitta hojatxona bor mana. Bu yoqda ham ancha yer bor aka mana. Har holda nari yog'iga molxona, polxona, bu yog'iga o'choq, yana tashqariga banya solsa bo'ladi. Tandirxona qilib. Birinchi xonadan boshlasak, mana bu yoqdan boshlab, zaldan boshlab ketamiz aka mana. Bu zalimiz aka mana jitka bo'ylarni qilib qo'yganmiz. Zalimiz lekin hali joy qilinmagan, neki bizga kerak emas aka hozir. Biz o'zi kichkinagina oila biza, shuning uchun hozir bizga kerak emas. Mana tepalariga chiroqlarni anaqalarini olib qo'yganmiz. Buni ham o'rnatib chiroyli qilib beramiz. Bu birinchi xonamiz edi. Bu ikkinchi xona aka mana. Bu yotoqxona. Bu yotoqxona aka. Aka mana remontlarni qilib qo'yganmiz. Cho'tki remontlari manaki. Umuman ko'chmaydigan aka. Jitka qilib qo'yganmiz. Sharoit shu manaki. Bet yotoqxona aka mana bitta manaki bet ko'rpa taxlab qo'yganmiz. Hozir bizga kerak emas bu xona bo'lgani uchun orqasiga hozir mana orqasida aka eshik bor bu yerda, dush bor aka bu yerda ham alohida. Misol uchun er-xotin ko'chib olishgami yo bir kelin olganingizdami tushirsangiz bo'ladi. Yosh kattaroq er-xotinligi ham bo'laveradi. O'sha alohida ichkarida otaplini qilingan aka mana. Remontlari qilingan. Narigi xonalar ko'rsataman hozir. Mana aka betam eshiklari MDFdan qo'yilgan. Cho'tki original normal eshik qo'yilgan aka. Ana aka bu yotoqxona betam. Hozir betdan qilib o'zimiz yashayaptik. Ikkita xonada. Biz ko'chib kelganimizga bir 3 yil bo'ldi. O'zim noldan qurib, o'zim bitirganman bu uylarni hammasini aka. Bunaqalari ham mana jitka bo'ylari, normal jitka bo'ylar. Hech bir anaqa ko'chib ketadi yoki shilinib ketadi degan narsa yo'q. Bu yotoqxonada ham aka manaki alohida dush bor. Mana eshigi. Nari yoqdan kirib kelganda koridor o'rta. Koridordan kirib o'ngga burilsangiz yotoqxona, keyin dush. Dushga aka mana bu yoqqa sovuq suvlarni montajlarini qilib, issiq suvlarni montajlarini qilib, cho'tki ishlatyapmiz o'zimiz. Yaxshi ishlayapti. Cho'tki ishlab turibdi. Ataplina aka betam manaki. Ataplina qilingan. Yana bu yerdan koridorga chiqib turib, to'g'riga o'tsangiz, bolalarning xonasi aka mana. O'zim bolalarim o'ynab manaki maza qilib yuribdi. Betam jitka bo'y aka. Betam jitka bo'y, original jitka bo'ydan qildirganman. Ko'chib ketmaydi aka betam. Manaki. Ataplina aka. Bet ko'proq yosh oilalarga, yangi kelin-kuyovlarga bo'lsa, misol uchun uylangandan keyin bolali bo'lishadi. Narigi xonadan bu xonaga yugurib, bolalardan xavotir olib yurmaydi aka. Shunda anaqadan kirganda, koridordan kirganda o'ngga burilsa o'zlarining yotoqxonasi, chapga o'tsa bolalarning xonasi.
hozir kelaman. Qat qoldi aka, mana shu aka. Hollari semon bo'lgan aka. Sement qilingan. Yo'q mana aka. Katta e'lon aka. Katta xona. Mana aka. Katta xonamiz. Hamma suv anaqasi montaj etdi. Bochka qo'yilgan. Motor bor. Aristonga qarab. Ko'ringlar aka, agar realniy oladigan odam bo'lsa, kelishsak, chiroyli qilib beramiz aka. Mana do'kon-po'konlari bilan endi aka, o'zingiz bilasiz. Hozir uylar ham normalniy narx bo'lib qolgan, yerlar ham ketgan. Hozircha aniq ketmagan. Mablag' ko'ringlar, nima ham do'kon-po'konlar bilan normalniy uy aka.